Assalomu alaykum. Men ismim Zokirxonov Shahzod. Men qon tomir jarroh flebologman. 25 yil ichida shu yo'nalish bo'yicha men ishlab va rivojlanib kelaman. Agar sizning oyog'ingizda varikoz kasalligi, ya'ni bo'rtib chiqqan tomirlaringiz bo'lsa va uni sizni bezovta qilsa, agar siz qachondir chuqur tomirlaringizda tromb o'tkazgan bo'lsangiz va shu tromblaringiz haligacha oyog'ingizni bezovta qilayotgan bo'lsa, oyog'ingizda teri ranglari o'zgarib, trofik yaralar paydo bo'lgan bo'lsa, agar sizda oyog'ingizda mayda yulduzsimon kosmetik xunuk venalar chiqib ketayotgan bo'lsa va agar sizni kichik chanoq sohangizda varikozlaringiz chiqib, sizni qorningiz pastida og'riqlar paydo bo'lib va shu varikozlaringiz oyog'ingizni ostidan oyoqlaringizga chiqib ketayotgan bo'lsa, shu kanalimga obuna bo'ling. Men mana shu kasalliklar haqida va boshqa kasalliklar to'g'risida maksimal eng zamonaviy informatsiya berishga harakat qilaman. Eslatib o'taman, bu kasalliklar bo'yicha bugungi kunda O'zbekistonda lazer va endovaskulyar yo'llar bilan davolab kelaman. Men o'zimning tajribam va bilimlarimni faqat O'zbekiston ichida emas, balki butun dunyo klinikalarida qatnashib, tajriba orttirib, hamkasblar bilan tanishib kelaman va O'zbekistonga shu bilimlarimni olib kelib, o'zimizni bemorlarimizni davolash uchun qo'llaymiz. Alhamdulillah, hamma bemorlarimiz yaxshi natijalar bilan klinikamizdan chiqib ketishadi. Kanalimga obuna bo'ling. Shu maksimal qon tomir kasalliklar bo'yicha informatsiya olish uchun agar o'zingizning savollaringiz bo'lsa, shu kommentariyda qoldirsanglar bo'ladi. Shu kommentariylarga javob beraman va shu kommentariylar asosida ham yangi videolar va informatsiya berishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat.